Assalomu alaykum akalar ukalar, mini traktor ishqibozlari. Xo'p, magazinimizdagi ikki xil 304 3 porshili 304 mini traktorlarimizda ikki xil variantidan kelgan. Bularimizni tanishtirib, narxlarigacha aytib o'tamiz. Xo'p, videoni boshlashdan oldin manzilimizni aytib o'tamiz. Manzilimiz Toshkentdan Vodiyga kiraverishdagi yo'l bo'yidagi magazin. Xo'p, mini traktorimizga qaytadigan bo'lsak, Navesli 2 xil 304 variantimiz, ikkovini ajratib beraman. Xo'p, ko'rib turgan 304 mini traktorlarimiz oddiy varianti, ya'ni korobka motorlari xo'p, alohida bo'ladi. Korobka motorlari katta korobkadan qo'yilgan, bunga nisbatan katta korobka va bemalol hozirgi holati 60 agatga bemalol tushaveradi. Ya'ni balondan balongacha razmer 1.20. Choti ham ko'rib turibsizlar, katta, ancha balondan balonning orasi ancha katta. Orqa balonlar ham shu holatda qo'yilgan bo'ladi. Motorlari 22.1 kilovatli motordan qo'yilgan bo'ladi. Ko'pchilik 304 larda motor kilovatiga qarab olishlaringni tavsiya qilaman, sababi 250 larda motordan ham urilgan bo'ladi ko'pi. Ya'ni 18.4 kilovatli motordan qo'yilgan bo'lishi ham mumkin. Bizda 304 kakpolojni 22.1 kilovatli motoridan qo'yilgan bo'ladi. Hozir uni ham ko'rsatib o'taman. Motorimizning nomi Yuto motor, Lidi motor. Xitoyda eng original motorlardan hisoblanadi. Bunimiz 304 30 ot kuchiga ega. Korobka birkalarini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rishlar mumkin. Korobka katta korobkadan qo'yilgan bo'ladi. Palovos ichki silindrli, bemalol pirsib og'daradiganlargacha bor. Ko'rishlar mumkin. Orqadagi vomi oboroti 1000 bo'ladi. 1000 oborotli 2 xil bo'ladi, 500 ga 1000 bo'ladi akalar. Ko'pchilik traktorchilar biladi. Inshoni o'zi bosadi. Xo'p, balonlarimiz orasini aytib o'tdim. 60 agatga tushadi. Yana kengaytirsalaring bo'ladi. Bemalol oldini ham, orqani ham. Xo'p, orqa balonlarimiz razmeri 9.5 ga 20 torli razmerdan qo'yilgan shiroki balon bo'ladi akalar. Shiroki balon 600 ga 16 lik oldi baloni bo'ladi. Xo'p, bulimizda massa uzaydiganlarigacha bor. Mana ko'rishlar mumkin. 3 porshinli Yuto motordan qo'yilgan Navesli varianti. Xo'p, endi bunimizda bemalol buni ham agatga tushadigan qilsalaring bo'ladi. Xo'p, bunimizda ham motor Yuto motordan qo'yilgan 3 porshinli orqa nasozli varianti. Orqa nasozli va sidinalari ham amortizatsiyali bo'ladi. Rollar gidravlika, mana ko'rishlar mumkin. Traktor o'chgan holatida rollari avtomatik qulflanadi. Xo'p, bunimizda orqa nasozlarni ko'rsatib o'taman va gidrobachoyli. Nasozli va gidrobachoyli ikkitalik. Bu ikkitalikda afzal tarafi 1.60 lik, 1.70 lik, 1.5 metrli. Xo'p, jatga o'rnatgan holatlaringda ikkitalik shlangi bo'ladi. Uni ham bemalol mana shunga kampalik holatda tushadi. Hech qanaqa bir nima agregatlar qo'shib, ulab, nima qilib yotmaysizlar, zapchastlar demoqchiman. Bunimiz mana nasozli 1000 ga 500 oboroti, mana vomda oboroti 1.50, 1.60 gacha bo'lgan frezalarni bemalol eplaveradi. Bunga ikkovi ham 1 yil zavodskiy defektiga garantiya beriladi. Xo'p, buni afzal tarafi avtomat bo'ladi. Ko'rishlar mumkin. Avtomat skor oldinga, orqaga alohida, busiz ish bitmaydi. Ya'ni buni qanday katta skorga urasizlarmi, kichkina skorga, zadniga urasizlarmi, qizig'i yo'q. Bunda faqat skorga urib, bu xalosli holatda turganida yurmaydi traktor. Buni skorlari 4 ta bo'ladi, panejni, pavjni 6 ta bo'ladi. Oldini qo'shib ulaydiganigacha bor, mana ko'rishlar mumkin. Ishlatib, yurg'izdirib, tekshirib beriladi. Sizlar apketga qilib yog'ini almashtirib olsalaring bo'ldi. Traktorga 1 yil garantiya beriladi. 600 ga 16 lik shiroki balon buniki ham. Buni ham 9.5 ga 24 lik orqa baloni, bir xil ikkovini balonlari, motorlari bir xil. 22.1 kilovatli motor 2024-yilda oxiri, 2025-yilda boshida ishlab chiqarilgan mini traktorimiz. Xo'p, kimga shunaqangi mini traktorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Keng videolarimizda mana bu yerda turgan 244, 254 markali mini traktorlarimizni video obzorini qilib o'tamiz. Bularimizni hammasi videoshi oldi orqa tortadi. Xo'p, bunimiz tashqi nasozli va bunimiz ichki nasozli. Farqini tushuntirib berishga harakat qildik. To'liqroq ma'lumotni murojaat qilsalaring berishga harakat qilamiz.